Bizga anti-dosh kelgan, anti-doshni ikki xil firmaniki bor. Gras firmaniki bor, Laver firmaniki bor. Ikkalasi ham privatnoy yaxshi firmalarniki. Anti-doshni bilasizlar, tashqaridan laboyga, oldi bokovoy oynalarga, oldi eshiklarga, chapon eshiklarga sepasizlar, suv turmaydigan bo'ladi. Keyin anti-запотеватель kelgan. Ichkari parlanib qoladi-ku, oldi laboy pasti, oynalar parlanib ketadi-ku, nafas olsanglar. Shunga sepasizlar, mana anti-fog deyiladi, anti-запотеватель. Sepasizlar, ichi parlanmaydi. Ustida suv turmaydi anti-doshda. Anti-запотевательli ham Laver и Gras firmaniki bor. Anti-doshda ham Laver Gras'niki bor. Kelib olaverasizlar, bitta idish olsanglar, buni 2 yilga ham yetkazsanglar bo'ladi, bemalol. Undan ham ko'p yetkazsanglar bo'ladi. Tushunasizlar? Biz bilan ishlatib ko'rganmiz, bir 200 ta mashina ham yetkazsa bo'ladi. Ular kelaverasizlar, dvoniy shotka bor, akkumulyator bor bizada, antifrizlar bor, sezonning hamma narsa bor, kelib olaverasizlar. Narxlarni telefon qilib so'raysizlar. Mana shu narxlari 100, 150, 200 atrofida. Qaysi biridan ham 50 ming so'm. So'rab olasizlar telefon qilib. Nizamiyazdagilarning eng hadoylaridan biri Vitmobile 3 litrli, 1 litrli, 5 litrli bor bunda. Parfyumli hidi zo'ri bor-ku, ko'plar yoqyapti. Ana keldi bugun. Kelib olaverasizlar. Boshqa firmalarniki ham bor, har kuni kelyapti. O'zi ko'p mashinaga polniy bilan 3 litr ketadi. Примерно 3 litr, 2,5, 3,5 litr to'ladi. Bitta olib qo'ysanglar, u bilmadim, mana shu bitta idishi menga 3-4 oyga yetadi. Nizamiyadagi Stark firmaniki kelgan, Stark firma bu Castrol firmadan keladi. Castrol moylari ham kelgan, Castrolli filtrlari ham bor. Stark bo'lib keladi. Moy filtrlari. Воздушный salon filtrlari ham bor. Nizamiyadagi 4 litrli, 1 litrli bor. -20 qilib katta qilib yozib qo'ygan. -20 ni ushlab beradi. Boshqa firmalar Nizamiyadagilari ham bor.